2019 yil 5 fevral Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining tashkillashida İstanbul Zeytunburnu Madaniyat san'at markazida G'o'lji qatl omini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatda Sharq Turkiston marshi aytilgandan keyin G'o'lji qatl omi temasida Abdul Ahad Ar, G'o'lji qatl omining shohidi sifatida Qosimjon Damullam, Abdul Ahad Maxtum Hojim temasida Abdul Ahad Hafiz, Muhammad Salih Damullam haqida Habibullah Kusani, Abdul Hamid Damullam haqida Abdurrahman Jamal, Abdul Hakim Xon Maxtum haqida Olimjon Bug'da, Kerem Qarim haqida Abdul Kerem Kuchar qatorliq ustozlar leksiya so'zildi. Faoliyat yana sabiy bolalarimiz she'r o'qidi. Oxirida peshqadam ustoz Niyoz Damullam duo qilib, faoliyatni oxirlashtirdi. Zimiston to'ri Sharq Turkistonning ma'lum bir shahardan tortilgan suratlar asosida Uyg'urlar uchrayotgan kamsitishni va rayondagi chekidan oshgan bexatarlik tadbirlarini fosh qildi. Zimiston to'rining 5 fevral kuni tarqatgan xabardan qaraganda, Uyg'urlarning hammasi doiralar tomonidan xuddi terrorchilardek muomalaga uchramoqda ekan. Xitoy hukumatı har qadamda Uyg'urlarning samiga ularni bir tahdid deb qaraydiganligini selib turdi ekan. Yerlik doiralar hozir joylardagi o'ttira va cho'ng ko'lamlik talab bozorlarining pul to'laydigan o'rinlarning atrofini butunlay to'mir reshatka bilan o'rib etishni buyruq qilgan bo'lib, bu ularning atalmish terrorlikdan saqlanish tadbirlarining biri ekan. Buningdan sirt yana talab bozorlarining hammasida cho'qim, kaltak to'qmoq, qalqon, pichoqdan qo'g'daydigan kiyim degandek terrorlikdan saqlanish aslahalarini saqlashi va shundaqla jiddiy ahvollarda birlik knopkani bossa signal beradigan telefon o'rnatishi kerak ekan. Bir do'kon xo'jayini muxbirga bu telefonlarni ishlatish fursati bo'lib baqmag'achqa to'pi besib ketganligini, bu telefonni o'rnatishning majburiy ekanligini, do'konida yuqoridagi asboblar bo'lmaganlarning do'koni taqilib, do'kon egillarining tarbiyalashga avatildiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari yana joylarda uy ijaraga kelib o'ltirgan Uyg'urlardan baq qattiq ehtiyot qiladi ekan. Shunga har qanday ijaraga beriladigan uyga nazorat kamerasi o'rnatish shart ekan. Sharq Turkistondagi nihoyat oddiy ijara uylarining o'ziga qilchimi moslashmaydigan esil to'mir bexatarlik eshiklari o'rnatganligi, doiralarning aholilarni ijara uylariga bundaq eshiklarni o'rnatishga majburlaydiganligi va o'rnatmaganlarning o'xshashlar tarbiyalashga avatildiganligi tilga ilingan. Amerikadagi kishilik huquq organlaridan erkinlik sariyi har qaysi davlatlarning o'tgan 1 yil ichidagi erkinlik vaziyatini baholab chiqilgan yillik dokladini e'lon qildi. Dokladda Sharq Turkistondagi lagerlar masalasi dunyodagi irqiy qirg'inchilik xohishlarining ortish vaziyatiga misol qilib ko'rsatilgan. Dunyo miqyosida irqiy qirg'inchilik xohishi yuksalgan. Jumladan Xitoy hukumatı 2 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamagan. Rossiya Qrimni ishg'ol qilish orqali Qrim tatarlariga besimni kuchaytgan. Burma hukumatı bo'lsa Rohingya musulmonlarini qirg'an va majburiy ko'chishga sabab bo'lgan. Erkinlik sariy dokladida yuqoridagi bu harakatlarni bu cho'ng davlatlarning o'z ichidagi oz sonliq millatlarning o'zgacha kimligini yo'q qilishga urinishdan iborat deb bayon qilgan. Dokladdan qaraganda, Xitoy bu yilmi dunyodagi erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan o'rin olgan bo'lib, u shundaqla yana dunyo internet tor cheklamasi va yuqori texnikalik nazorat sistemasining umumlashishida boshlamchilik rol o'ynamoqda ekan. Xitoy hukumatining yuqori fan texnika orqali o'zining hokim mutlaq tuzumini yanada kuchlantirishi va bu digital qudratga ega bo'lgan hokim mutlaq tuzumini dunyoga yaymoqchi bo'lishi dunyo demokratiyasiga jiddiy tahdid paydo qilmoqda ekan. Xitoy hukumatining Xitoy ichida besim siyosati yurgizib qolmay, balki chet ellardagi Uyg'ur jamoatini yaqindan ta'qib qilib, ularni tahdid ostiga olganligi tilga ilingan. Muhaciratlik Uyg'urlar uchun har yili qayg'u ichida xotirlangan bir necha xotir kun bor. Ana shularning biri 1997-yil 5 fevral kuni. G'o'lji yoshlarining milliy kamsitishga qarshi turish va diniy e'tiqod erkinlik talab qilish mazmunidagi norozilik namoyishining qonliq bostirilishiga bag'ishlangan. Shuningdan e'tiboran muhaciratlik Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida bu kunning norozilik namoyishi va boshqa shakllardagi xotirlash faoliyatlari tashkillab, shu vaqtda Uyg'urlarning haq huquqlarini talab qilib, aziz jonlaridan ayrilgan o't yurak yigit qizlarni, shuningdek o'xshash bo'lmagan qamoq jazolariga hukm qilingan begunoh azimatlarni xotirlab kelmoqda. Bu yilmi dunyoning boshqa joylaridagi Uyg'ur muhojirlarga o'xshash Amerika Uyg'urlarimi bu qatimki xotirlash faoliyatini Washington shahridagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazdi. 5 fevral G'o'lji fojiasining 22 yillik xotirasi munosabati bilan Washington shahridagi Uyg'ur inson haqlari qurilish tashkiloti Sharq Turkiston informatsion markazi ayrim maxsus bayonot e'lon qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, 5 fevral fojiasi munosabati bilan
Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar tangladagidek Xitoy elchixonasi va konsulxonalari oldida norozilik namoyish tashkillagan. Ana shu qatorda Uyg'urlarni qo'llash yuzasidan Nyu-York shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida Amerika musulmonlari va Yahudilar jamoati shu joydagi bir qism Uyg'urlar bilan birlikda Xitoy hukumatini ayblash mazmunidagi namoyishga ishtirok qildi.